Tushonkalaringiz qayerdan chiqyapti desangiz, Mari Malakodan chiqyapti. Mari Malakodan. Biz o'zimiz distributsiya qilib bera olmaymiz, to'g'ri tushuninglar. O'zi buni shu holatga keltirishi o'zi ham qiyin bo'lib ketyapti. Zavodimizda masalan qo'ziqorin, tushonka, til, qo'y go'shtligi, mol go'shtligi chiqyapti. Buni o'ziga ozgina qiynalib qolamiz. Yetganicha olib turasizlar, ko'p chiqara olmayapmiz, to'g'ri tushuninglar. Chunki uspet qila olmayapmiz. Kimni do'konlariga kerak bo'lsa, mana bugun joyimizda bor, necha yuztadir blok bor. Mari Malakoga tezroq aloqaga chiqib, tezroq zakaz qilib olinglar, iltimos. Bu 15-20 minutda tayyor bo'ladigan mahsulot emas. Bunga vaqt ketadi. Buni o'chirta kelgunicha sizni do'koningizda qolmay qolishi mumkin. O'shaning uchun oldindan Mari Malakoga telefon qilib, обязательно bu poyqadan tovuli tushonkasini zaynat qilib qo'yinglar. Eng xadovoy tushonkamizdan bittasi mana shu tovuli bo'ladi. Eng xadovoydan bittasi mana shu tovuli. Chunki insonlarga hamyonbop, xarajati kamroq, mazza qilib yeyishadi. O'zim ham yegim kelib ketdi, obed bo'ldi. Davay. Qancha qilishinglarni bildinglar. Tanajoninglar sog' bo'lsin. Rahmat habbanglar. Faqat oldindan zakaz qilinglar, iltimos, uspet qila olmayapmiz, jon ukalarim.